Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilarim. Assalomu alaykum, Greenleaf korporatsiyasining kuchli liderlari. Bilasizmi, bizda hozir 8dan 53 ta o'tdi. Zavtrigidan kelyapman. Bir hamkorimiz bilan gaplashib qoldim. Ular traditsion biznesda ham ishlaydilar. Bu biznesga kirib kelganlar hali uncha vaqt bo'lmadi-yu, lekin yangi sayohatni yutib olganlar bu sayohatga ozgina kech qolganliklari uchun qiziqib bu biznesga olgan daromadlarini sotib olibdilar. Sotib olib sayohatga kelganlar. O'shanda so'radim, keling, mana traditsion biznesda ham katta ish qilgan inson ekansiz, sayohatlarga chiqqanmisiz desam, yo'q. Chunki har oyga katta pul tikishim kerak edi. Shu uchun o'zimga dam olishlarni ravo ko'rmasdim, deyaptilar. Endi qarang, hozir yangi sayohat xotin birgalikda tepa-tekiniga korporatsiyani berayotgan imkoniyatidan foydalanib tekinga sayohatni yutib olganlar. Ko'ryapsizmi, ham daromad olyaptilar, ham sayohat yutib olyaptilar, ham xudo xohlasa may oyida dam olishga ichki sayohat tashkillashtirilgan ustozlar tomonidan qo'yilgan aksiyani yutib olyaptilar. Qarang, mazamim. O'sha yerda aytayaptilar-da, men bu biznesga kirib o'zimga ruxsat berishni bildim, deyaptilar. Hech qachon o'zim uchun bunaqa katta pul vложение qilmasdim, deyaptilar-da. Ko'ryapsizmi? Bu biznesga nafaqat inson boy bo'lish, undan tashqari shunchaki o'ziga ruxsat berishlarni, sayohatlarga chiqishni, chiroyli hayotga maza qilib yashashni o'ziga ravo ko'radi. Bugun xudo xohlasa yana bir sayohatimiz boshlanadi, aynan Xitoyda. Hozir chemodanlarni tayyorladik, pastga tushamiz. Ketgim kelmayapti, yog'ayotgan yomg'ir shunaqa xuddi bir ketmanglar deyotganda. Maza qilib dam oldik. Korporatsiyamizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Korporatsiyani kuchli ustunlariga ham, mana bugun mana shu biznesga taklif qilgan ustozimga ham, korporatsiyani vakillariga ham, korporatsiya William Shuga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shunchalik ongimizni ochib, shunaqangi hayotda yashashligimizni ko'rsatib qo'yganliklari uchun